O'zbekiston Respublikasida 10-noyabr kuni mashhur Zamon Oqtosh maydonida bo'lib o'tgan katta uloq ko'pkarida qishlog'imizning mashhur polvonlari Asatan Rustam polvonimiz topadigan Uragan, Akula, Ali Bobo, Iskandar nomli otlarning egasi qirg'izistonlik mashhur otboz akamiz Aslibek boy akamizning Uragan nomli otida polvonimiz mana shu avtomobilni oxirgi marraga solim qildi. Boy bobomiz o'sha andijonlik qirg'izistonlik boy bobomiz bu avtomobilni Rustam polvonimizga sovg'a qilibdilar. Mashalloh. Alloh rozi bo'lsin. Allohga onsan ekan polvonimiz ham u kishidan qolishmay mana shu mashinani qishlog'imizda qurilayotgan yangi Xongo'ja jome masjidiga ehson qildilar. Subhanalloh. Allohim boy akalarimizni, mashhur polvonlarimizni mana shunday o'zining baytiga xizmatchi qo'yganiga Allohga hamdlar bo'lsin. Va bu polvonlarimiz, boy akalarimiz, otbozlarimiz ham doimo qo'llarini ehsonda uzun qilsin. Ehsonlarda hamisha bardavomlik qilsin. Allohim ehsonlarni o'zlariga atosh qilmoqda bo'lsin.